Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turganlarga hammaga assalomu alaykum. Fikrlarim ozgina cho'zilishi mumkin. Bu mavzu juda muhim. Oxirgacha eshitasizlar va o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Bir vaqtlar bundan 10 yillar oldin ovchilikka juda qiziqar edim. Ovchi bo'lmoqchi bo'lganman va miltiq sotmoqchi edim. Ov miltig'i va ov miltig'i sotib olish uchun ozgina surishtirganimda ov miltig'i o'zi u darajada qimmat turmasligini, lekin uni hujjatlashtirish juda murakkab jarayon ekanligini tushunib yetganman. Ya'ni u yerda siz juda ko'p doktorlardan o'tishingiz, ro'yxatda turishingiz, juda ko'p ishlar bo'lgan. O'sha qurol sotib olayotgan vaqtimda ayniqsa psixologik, ya'ni siz psixologik testlarda o'tishingiz kerakligi, xalq tilida aytganda jinnixonadan spravka olib kelish kerak ekan degan gaplar bo'ladi-yu. Ya'ni sog'ligingiz haqida juda hassos qarashlarini bilganman. Ya'ni siz qurol sotmoqchisiz va judayam haligi psixologik darajada ham o'ta sog'lom bo'lishi shart ekanligi qo'yilgan. Siz ov miltig'ini sotmoqchisiz. Ko'pchilik biladimi yo'qmi, ov miltig'i bu u darajada, ya'ni qanaqa desam-ki, insongacha katta xavf tug'dirmasligi mumkin. Judayam qasddan qilmasa tasodifiy boyagi otish masofasida va o'qning kuchida ham katta farq bor. Endi Amerika kinolarini ko'p ko'raman, seriallarni ko'p tomosha qilaman, sizlar ham ko'rgansizlar. U yerdagi politsiya, qurol ishlatar tuzilmalarda, ichki ish tuzilmalarida politsiyachilarni boyagi psixologik testni juda ko'p o'tkazishadi. Ular qurol ishlatishi, mahorati, so'rashi, harbiy xizmatga borganlar ham biladi, qanday vaqtda qurol ishlatish kerak, qanday vaqtda chiqarish kerak. Endi masalan kinolarda ko'rganmiz, o'zi hikoyalarda ham eshitganmiz-da, hatto sizning oldingizdan qurolli jinoyatchi chiqib qolgan taqdirda ham agar sizda qurol bilan uni qurolsizlantirish yoki zararsizlantirish imkoni bo'la turib, agar siz unga qurolda o'q uzsangiz, hatto qamalib ketishingiz ham mumkin. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi meni juda ham xafa qilgan narsa, adashmasam Farg'ona viloyati Furqat tumanida bir ichki ishlar xodimi bir oilaga kirib, yarim kechasi bir fermerga qurol o'qtalib, o'sha vaqtda onasini itarib yuborgan, yosh bolalari, ayollari bo'lgan, u yerda juda katta vahima bo'lgan. Bu narsa meni juda ham xafa qildi. Bilmayman o'sha kungi xodimning psixologik holati qanaqa bo'lgan, lekin bu narsa u xodimni oqlashga imkon bermaydi. Chunki haqiqatda bu qurollar xalqni himoya qilishga, xalqni tinchligini himoya qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Lekin fuqaroga bo'lib ham plan topshirish uchun fermerga juda kulgili. Masalan, prezidentimiz aytgandek, biz jahonga chiqamiz, jahon savdosi tashkilotiga a'zo bo'lmoqchimiz, jahonga yuzlanib turibmiz, qo'shnilar bilan savdo sotiq, agrar davlatdan industrial davlatga o'tadigan vaqtimizda, kapitalizmga qadab qo'yayotgan vaqtimizda eski sovetcha tuzilmalar, feodalizmdan qolgan bunaqa illatlar bu davlatning reputatsiyaga, hozirgi qilinayotgan yaxshi ishlarga soya soladi deb hisoblayman. Albatta men xohlardimki har bir qurol bor bo'lgan davlat xodimlari psixologik testdan o'tayotganda juda e'tiborli bo'lishlarini. Chunki bu ular uchun ham muhim. Agar o'sha paytda o'sha xodim qurolidan o'q chiqib ketganida, kimdir nobud bo'lganida, u xodim ham o'zini kechira olmagan bo'lar edi. U qancha kulfat olib kelgan bo'lar edi. Qonuniy jihatdan ham, diniy jihatdan ham, har qanday insoniy jihatdan ham bu umuman normalarga to'g'ri kelmagan holat bo'lardi. Birgina so'raydigan narsam shuki, psixologik holat juda muhim. Hozir qandaydir bir agressiv muhitda yashayotgandek tuyulamiz. Hamma bir-biriga haqorat qilgan, negativ sochgan. Ijtimoiy tarmoqda ayniqsa bo'lgan yengil mavzularda juda ham agressivlik bor. Mana bunaqa o'ylantiradigan muammolar kelganda qandaydir hamma jimib qolgan vaziyatda turibmiz-da. Lekin aslida biz faol jamiyat qurmoqchi bo'lsak, erkin jamiyatni poydevor mustahkamlamoqchi bo'lsak, mana shunday muammolarni yechishga harakat qilishimiz, shunaqa muammolarni chiroyli, haqorat qilmagan holatda muhokama qilishimiz va yechimini topishimiz kerak bo'ladi. Chunki o'sha militsiya xodimi ham biz O'zbekiston Respublikasining fuqarosi, jabrlangan ham O'zbekiston Respublikasining fuqarosi. Ikkalasi ham inson va bu yerda kimdir aybdor yoki jabrdiyda dan ko'ra o'sha muammoni yechishga qaratilishi kerak deb hisoblayman.
Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Qanaqa fikrlaring, takliflaring bor? Kommentariy yozib qoldiringlar. Bu juda muhim. Bu mening shaxsiy subyektiv fikrlarim. Bu yerda hech kimni ayblamoqchi emasman. Chunki bunaqa vakolatga ega emasman. Meni vazifam faqat fikrlashga undash.